Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu vassalamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni bu fazilatli kunlarda, barakotli soatlarda, hajjul masokinda Alloh taolo barchamizni ixlos bilan, salohiyat bilan qilayotgan ibodatlarimizni Robbim qabul aylab, Alloh taoloning o'zi barchalarimizni nima orzu niyatlarimiz bor, duolarimiz bor, Alloh taoloning o'zi ijobat qilib, doim Alloh taoloning panohida bo'lishligimizni Robbimning o'zi barchalarimizga nasib aylasin inshaalloh. Ulamolarimizdan, ulug'larimizdan aytadilar: Alloh sizlarga jinlar to'g'risida, Alloh sizlarga bizlarni yenga olishimiz uchun kuchli qurol bergan. U quroldan sizlar foydalanmaysizlar. U nima ekan deb so'rashganida, albatta buni ko'pchilik ham bilmaydi bugungi juma amr ma'ruflarimizning soati folbinlik, sehr. Bugungi kunda ko'payib borayotgan issiq sovuq masalalari, folbinga borishlik, azoimxonga borishlik, baxshiga borishlik, sehrgarga borishlik, folchini oldiga borishlik, duoxon kabi nomlar bilan atalgan hammasi sehrchilar, ya'ni harom ish bilan shug'ullanadiganlar. Bularning nomi har xil bo'lsa-da, qilingan ishlarining asosiy negizi bir xil bo'lsa-da, ya'ni ular kelajak haqida, insonni baxti to'g'risida yoki insonning tanasiga ta'sir qilishlik to'g'risida gapirayotgan gaplarining ko'pchiligi yolg'on. Bu narsalar tanaga zarar, to insonni vafot va o'limigacha sabab bo'ladigan amallar bo'lganligi uchun bundan har bir mu'minlar panoh so'rashligi va mana shu panoh so'rashlik uchun Alloh taolo bizlarga katta qurol, ya'ni Qur'onni bizlarga taqdir qilganligi va bugungi kunda er-xotinni orasini ajratish, tanasiga ta'sir ko'rsatish, issiq sovuq qilish, insonni vafotiga, insonni kasal bo'lishligiga sabab bo'ladigan amallar singari katta gunohi kabira va harom ishlar bilan shug'ullanish. Ya'ni bu narsa g'ayb olami, g'aybiyat faqat Allohniki. Ya'ni Alloh taoloning g'ayb ilmi, kelajak ilmi bilan shug'ullanish masalalari bugun bo'layotganligi uchun, ya'ni Allohga xos ishga insonlar aralashganligi va bu gunoh va bu harom va bu oxiratni sotish masalasi bo'lganligi uchun bugungi kunda shu masalalar haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu masalalar bugungi kunda juda ham ko'p. Bundan 10 yil oldin internet tarmoqlarida ko'ryapsizlar barchalaringiz. Rasmni ustiga igna sanchilgan, qora ip bilan bog'langan yoki bir qo'g'irchoqqa nimalardir qilingan, qabristonga yetib bir qabrga ko'milgan videolar yoki bir tuproq sepishlar, nimadir ishlar. Bugungi kunda internet tarmog'ida ko'pchiligimiz buni ko'ryapmiz. Bularning hammasi sehr. Bularning birortasi shariatga muvofiq emas. Bular harom qilingan ishlar. Bular qaytarilgan ishlar. Alloh taolo g'aybiyat ilmini Allohdan boshqasi bilmaydi. Shuning uchun biz bugun panoh so'rashligimiz, bormasligimiz va boradiganlarni bugungi kunda qaytarish masalalari bilan shug'ullanish mavzusi ekanligi uchun bugun biz buni jumada bu mavzuni ko'tardik. Aslida bu mavzu juda og'ir mavzu. Juda nozik mavzu. Bu mavzuga aralashib ko'pchilik xato qilib qolishligi mumkinligi uchun hozirgacha bu mavzuni ko'tarmagan edik biz. Lekin bugungi kunda bunga ehtiyoj va buni kasallari va buni qo'pol qilib aytganda muxlislari ko'payganligi uchun bu masalani ko'taryapmiz. Bugun
folbinni oldiga borib folbinga qul bo'lganlar. Folbinni oldiga borib unga navbat kutayotganlar. Bugungi kunda bu folbin buni ishi harom bu noto'g'ri ish qiladi bu desak, yo'q bu Qur'on bilan fol ko'radi, yo bu folbin umraga borgan yoki bir hajga borgan degan ta'nalar va bahonalar qilayotganlar. Birodar, sizni nazdingizga o'sha folbin farishta bo'lmaydimi? Harom qilayotgan ishi. Mumkin emas borish unga. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bunga qaytardilar. Bugungi kunda navbatlar. Bilyapmiz u folbin, bilyapmiz noto'g'ri ish qiladi, bilyapmiz issiq sovuq qiladi, bilyapmiz insonga zarar keltiradi. Birodar, biling siz. Birovni o'qiyman desa, rasm keltir desa, qora qo'chqor so'y desa, qora bir hayvon so'y desa, birodar u harom, unga yaqinlashmang. Bu narsalarga bugungi kunda ehtiyojni ko'payib borayotganligi bizni xafa qilyapti bugun. Folbinlar g'aybiy olamni bilarmish. Bir podshoh bir katta zamonning folbinini chaqirib, birodar siz aytingchi endi bizni ertaga urushda taqdirimiz qanday bo'ladi, meni umrim qanday bo'ladi, men yaxshi insonmanmi, yomon insonmanmi deb bizga bashorat bering deganda folbin gaplarni boshlab yuboribdi. Unday bo'ladi, bunday bo'ladi, siz yaxshi odamsiz, siz bundan ham obro'li, martabali bo'lasiz degan gaplarni qilayotganda jallodni chaqiringlar buni boshini olsin degan ekan. Shunda folbin aytgan ekan, bitta savolim bor. Nega bunday qilyapsiz deganda, sen meni oldingi kelajagimni aytish uchun seni men chaqirdim. Sen o'zi kelajagingni bilmaysan-ku. Men seni o'zi aslida o'ldirish uchun chaqirganman. Sen meni kelajagimni aytish uchun kelgansan. Sen aslida o'zingni kelajagingni bilmaysan. Men seni aslida bahona qilib seni boshingni olish uchun, jallodga buyurish uchun chaqirganman. Sen qanday meni kelajagim haqida gapirasan? Sen aslida o'zingni kelajagingni bilmaysan-ku degan ekan va uni o'ldirtirgan ekan haqiqatda. Birodar, mana issiq sovuq masalasi yoki masalan kimnidir eri, kimnidir bolasi baxti ochilmayapti. Birodar, baxtni beradigan Alloh, folbin emas-ku. Folbinlarning hammasi eridan ajrashgan. Farzandlari baxti qaro. Farzandlarining baxti ochilmayapti. Birodar, lekin u folbinlar kimnidir o'g'lini yo kimnidir qizini baxtini ochib berarmish. Birodar, qo'lingdan kelsa farzandlaringni, o'zingni baxtingni och. Qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun bugun aqlsiz darajada ish qilmaylik bugun. Folbinlar g'ayb olamini bilar ekan. Qayerdan biladi uni? Alloh g'ayb Allohga xos bo'lgan narsa. Alloh taolo Qur'onda aytadi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-g'ayb illa Alloh ma yash'uruna ayyana yub'athun. Ayting, Allohdan boshqa osmonlar va yerdagi biror bir kimsa g'aybni bilmas. Ular qachon tirilishliklarini ham seza olmaslar. Alloh taolo Qur'onda aytayapti. Alloh aytayapti o'zi. Yerdagi va osmondagi hech bir jonzot, inson bo'ladimi, u farishta bo'ladimi, u jin bo'ladimi, shayton bo'ladimi, folbin bo'ladimi, inson bo'ladimi, avliyo bir kim bo'lishligidan qat'iy nazar oldingi ertangi bo'ladigan narsani bilmaydi. Allohga xos bo'lgan narsa bu. Nimaga ishonyapmiz bugun? Undan ko'ra Robbingizga tavakkal qilib amallarda bardavom bo'ling. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytibdilar: "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad" sallallohu alayhi va sallam. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda kim kohinga, folbinga, lo'liga, fol ko'radiganga, uni turlari bugun ko'p. Qur'onni olib fol ko'radi, ignani suvga qo'yib fol ko'radi, qarta bilan ko'radi, nimadirlar qiladi. Ularning o'zlarining yo'llari ko'p eshitganmiz. Kim folbinni oldiga borib uning gapiga ishonmasa, ishonish emas. Bordida men boraman folbinga o'zi. Men uni gaplariga ishonmayman. Bordi, u nimadirlar dedi, lekin ishonmadi. Folbinni oldiga borganligi uchun ba'zi rivoyatda 40 kun, ba'zi rivoyatda 40 yil
ibodatini Alloh taolo nomai a'molidan o'chirib tashlaydi, qabul qilmaydi. Borib ishonmadi. O'zi borayotganda ham aytdi, men ishonmayman, lekin bitta borib ko'ray dedi. Bitta ahmoqlarni ham bitta bugun maqoli bor. Folga ishonma, folsiz yurma. Birodar, bu ahmoqning gapi bu. Unaqa masala yo'q. Folga umuman bormaysiz ham, ishonmaysiz ham. Yaqiniga ham yo'lamaysiz. Musulmonmiz-ku biz. Aytyapmiz-ku, mabodo borib gapiga ishonmasa 40 kunlik yoki 40 yillik ibodati yo'q. Habata bo'ldi, ketdi. Biz zo'rg'a namoz o'qib yuribmiz-ku o'zi. Bitta folbinga borib 40 yillik yoki 40 kunlik namozlar ketsa, ibodatlar ketsa, qanday gap bu? Mabodo borib Alloh taoloni o'zi panoh ko'rsatsin. Folbinning gapiga ishonsa, u aytgan gapni qilsa, qurbonlik keltir deydi, rasmingni keltir deydi, u qil deydi, bu qil deydi, faloningni falon joyga osib qo'y, buni tugunga bo'yningga osib yur, nimadirlar desa, ishongan bo'lsa kofir bo'ladi. Dindan chiqadi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga nozil qilingan shariatdan chiqadi. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda mana shu. Eng og'ir va eng qattiq masala shu. Endi bugun Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Necha kishi folbinga boryapti bugun? Necha kishi borib ishonyapti-yu, nechilar kishi borib ishonyapti, uni aytgan gapini qilyapti bugun. Necha kishilar bugun bu ish harom ekanligini bilib turib baribir bardavom bo'lyapti. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Shuning uchun bu masalalar bugun og'irlashib boryapti. Shuning uchun bugungi kunlarda inson Alloh taolodan fazilat so'ragan holatda insonlarni va amallarini inshaalloh bardavom bo'lishligini Alloh taolodan so'rasin. Chunki folbinlar bugun kofir jinlar bilan muomalada bardavom bo'ladigan insonlar. Jinlar masalasi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun" degan oyatni Alloh keltirdi. Alloh taolo insonlarni va jinlar toifasini o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim dedi Alloh taolo. Xo'p, Alloh Qur'onda aytgan narsa, biz jinlarni ko'rmaymiz. Inson zoti jinlarni ko'rmaydi, ko'ra olmaydi. Jinlar insonni ko'rishi mumkin, lekin insonlar jinni ko'rmaydi. Ya'ni farishtani ko'rmaganimiz kabi biz ham ko'ra olmaymiz uni. Xo'p, biz ko'ra olmadik degani u narsa yo'q deganimi? Biz unga iymon keltirishligimiz farz. Biror bir narsa ko'zimizga ko'rinmasa, uni yo'q deb aytib bo'lmaydi uni. Jin olovdan yaratilgan. Alloh taolo xuliqatil malaikatu min nur. Alloh taolo malaikalarni, farishtalarni nurdan yaratdi. Va xuliqatul janni min marijin min nar. Alloh taolo jinlarni marijin min nar, ya'ni olov chetidagi ko'k shu'ladan Alloh taolo jinlarni yaratdi. Va xuliqa Adamu alayhi salam mimma wasafa lakum. Odam alayhissalomni, ya'ni inson zotini vasf qilingan narsa, ya'ni loydan Alloh taolo insonni yaratdi. Demak, bu narsaga inson iymon keltiradi. Farishtalar nurdan yaratilgan. Jinlar olovdan yaratilgan. Inson loydan yaratilgan. Bunga iymon keltiramiz biz. Bu narsalarni yo'q deya olmaymiz. Biz ba'zi bir narsalarni ko'zimiz ko'rmayotganligi mumkin. Lekin bu narsa yo'q degani emas. Jinlar olamini, inson, iblis, Alloh taolo yaratilgan mavjudotlardan. Iblis, shayton ham jinlardan hisoblanadi. Jinlar odamlarni ko'radi, odamlar esa ularni ko'rmaydi. Jinlarning insonlarga o'xshash taraflari bor. Chunki Alloh taolo jinlar bilan insonlarni Qur'onda bir zikr qildi. Nimaga? Ularni ham kofiri bor. Ularni ham musulmonlari bor. Ularni ham yaxshilari bor, ularni ham yomonlari bor degan maqsadda Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda jinlar va insonlarni bir yonma-yon zikr qildi. Demak, jinlar insonlarga o'xshaydi. Ular ham
farzandli bo'ladi, ularni ham uyi bor, ularni ham yemishi bor degan ma'no keladi bu yerda. Shuning uchun bunga iymon keltirishlik, nimaga buni aytayapmiz? Demak, jinlar olami borligiga inson iymon keltirish kerak. Tamom, bor. Bugungi kunda folbinlar, kohinlar, kaftxonlar, duoxonlar, azoyimxonlar turlari ko'p. Ular kofir jinlar bilan ishlaydigan insonlar. Bunday ishni qilishlik harom. Bunday ish qilishlik mumkin emas. Va bu shu o'laroq payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bizlarga jinlardan, shaytonlardan panoh so'rashlikni biz sizga o'rgatdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam jinlar iflos joylarda bo'ladi. Chirkin joylarda bo'ladi. Ovqat qoldiqlari bor joyda bo'ladi. Axlatxonalarda bo'ladi, hojatxonalarda bo'ladi deb bizlarga tushuntirdilar. Shuning uchun non ushoqlari bor joyda inson yotishligi mumkin emas. Og'ir bo'lib turadi, uni bir qoralik bosadi. Baqiraman deydi, baqira olmaydi. Shunaqangi holatlar jinni masalasi. Shuning uchun inson yuradigan joyini, turadigan joyini, o'zi yurish-turishini pok holatda qilmoqligi va har doim ham jinlardan panoh so'rab yurmoqligi kerak. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar: "Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam idza dakhala khala qala Allohumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xaloga, hojatxonaga kirsalar, Allohumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith dedilar. Bu duoni hamma o'rganishligi kerak. Inson Anas ibn Malik aytadilar: "Bismillah, Allohumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithni" ma'nosi Alloh menga erkak va urg'ochi jinlarning yomonligidan panoh so'rayman degani. Demak, har bir xaloga, hojatga kiradigan inson Bismillah, Allohumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith degan duoni o'qisin. Jinlardan panoh so'rash bu. Va yana biri, Alloh taoloning fazli ila har kuni inson yotayotganida Oyatul Kursiyni o'qisin. Oyatul Kursiyni o'qishligi Alloh taolo fazilatli qilgan amallardan hisoblanadi. Demak, inson yotganida Oyatul Kursiyni o'qib, undan keyin yotishligi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda kimiki uyg'onganidan avval yoki yotishdan avval Oyatul Kursiyni o'qisa, Alloh taolo tomonidan bir hofiz, ya'ni saqlovchi farishta uni oldiga keladi-da, uni kun bo'yi yoki tun bo'yi uni himoya qiladi. Demak, Oyatul Kursiyni o'qish kerak. Yana masala bor. Bugungi kunda ko'pchilik bor. Domla bir o'qib qo'ying. Domla bir o'qitadigan inson yo'qmi? Bir domla yaxshi bir o'qiydigan domla yo'qmi deydi. Birodar, yaxshi o'qiydigan domla o'zingiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytibdilar mana. Kechqurun yotganda va uyqudan uyg'onganda Oyatul Kursiyni o'qing, o'zingizga dam soling. Eng yaxshi o'qiydigan o'zingiz. Kechqurun yotayotganingizda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kaftlarini ochardilar. Qo'llariga qul huvallohu ahadni, qul a'udhu bi robbil falaqni, qul a'udhu bi robbin nasni o'qirdilar, dam solardilar va butun vujudlariga surtardilar, keyin yotardilar. Eng yaxshi dam solish Alloh taolo fazilatli qilgan amallardan. Va shu bilan birgalikda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Bu duoni ko'pchilik biladi. Lekin buni ko'pchilik kuchini bilmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: bu duoni ertalab inson bomdoddan keyin 100 marotaba o'qisa, bomdoddan keyin 100 marotaba o'qisa, 10 ta qul ozod qilganni barobaricha ajr yoziladi. 100 ta yaxshi amal yoziladi. Undan 100 ta yomonlik ketadi. Gunohlar o'chiriladi. To kechga kirguncha paytda Alloh taoloning himoyasida bo'ladi.
va undan afzalroq kishi bo'lmaydi. Alloh taolo uni jinlar, shaytonlar, sehrdan, jodudan, issiq sovuqdan, har baloyu ofatdan Alloh panohida saqlaydi. Demak, Alloh taoloni panohida bo'lishlikni istaysizmi? Sehr, jodu, issiq sovuq, Alloh taoloni balosi, insonlarning ko'zi, hasadi tegmasligini xohlaysizmi? Demak, la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Bomdoddan keyin 100 marta ayting. Va shu bilan birgalikda bu 100 marotaba bomdoddan keyin aytishingiz 10 ta qulni ozod qilganingiz, 100 ta savobga dohil bo'lishingiz, ertalabdan kechgacha Alloh taoloni panohida bo'lishligingizni taqozo qiladi. Mana duo. Mana eng yaxshi o'qiydigan domlaning oldiga borish kerak emas, o'zingiz o'qib ketavering. Bomdoddan keyin buni 100 marta ayting. Inshaalloh Allohga tavakkal qiling, hayotingizni davom ettiravering. Alloh taolo fazilat bersin. Kechqurun yotayotganingizda Oyatul Kursiyni o'qing. Kechqurun yotayotganingizda qo'lingizga Ixlos surasi va Muavvizatayn suralarini dam solingda badaningizga surtib yoting. Alloh taolo sizga yaxshilik bersin. Ota-onangizdan, o'zingiz, farzandlaringiz, ayollaringizdan duo oling, birovlardan duo so'rab yuring. Ular ham sizni haqqingizga duo qilsin. Siz ham ularning haqlariga duo qiling. Alloh taoloni o'zi sizga yaxshilik beradi. Chunki bir inson erta qiyomat bo'lganda uning savob amallari keltiriladi. Savob amallari Tuhoma tog'icha, katta tog'. Shunda u kulib o'ziga aytadi. Birovni qilgan savob amallarini Alloh taolo adashib menga yozib yubordi-ya. Alloh taolo adashmaydi-ku. Chunki men bu amallarni qilmaganman. Meni amallarim bir kichkinaroq bo'lishligi kerak edi. Lekin buning kattaligi Tuhoma tog'icha juda katta. Shunda Alloh taolodan so'raydi: "Ya Robbi, shu joyda bir xato bo'ldi. Meni qilgan solih amallarim buncha katta emas." Shunda Alloh taolo aytadi: "Bilaman. Seni dunyoda qilgan yaxshi amallaring bunday katta emas. Lekin seni dunyoda qilgan duolaring mana shunday katta. Men seni qilgan duolaringni dunyoda ijobat etmasdan oxiratga savob o'laroq olib qo'yganman. Mana ajrlari, savoblari, yaxshiliklari." deb unga savoblarni berib, duolarining evaziga bo'lgan savoblarni unga berib, uni jannatiylardan qiladi Alloh taolo. Shuning uchun birodar, bugun duolarim ijobat bo'lmayapti demang. Duolar ijobat bo'lyapti bugun. Duolar dunyoda ijobat bo'lmayotgandir sizning nazdingizda, lekin aniqki oxiratda Alloh uni duolarimizni savobga aylantirib, bizni nomai a'mollarimizga albatta beradi. Duoda bardavom bo'ling. Bir shayx aytadilar. Umra qilayotgan edik. Tavof qilayotgan edik. Bir guruh olamon kelib meni tanishdida, umra qilishlik paytida men bilan salom alik qilishdi va meni haqqimga duo qiling deb bir duo so'rashdilar. Va bir yigit kelib aytdiki: "Birodar, ey shayx, o'rtog'imning haqqiga bir duo qiling. O'rtog'im mana bugun payshanba bo'lsa, shanba kuni operatsiyaga kiradi. U og'zini, ya'ni og'iz bo'shlig'ini operatsiya qildiradi. Uni tili, gapiradigan halqumi va og'iz bo'shlig'ida og'iz raki paydo bo'lgan. Shuning uchun bu hozir umra qilyapmiz, hammamiz o'rtog'imizning nomiga inshaalloh bu ham umra qilyapti. Duo qiling, shanba kuni bo'layotgan operatsiyaga sog' salomat kirsin, tuzalsin, Alloh unga yaxshilik bersin." Va men unga aytdim, yigitga: "Sizga Alloh taolo bu sinovni berdi. Ikki masala bo'yicha. Yo qilgan gunohlaringizni kafforati, qilgan gunohingizni qo'pol qilib aytganda kasri, yoki Alloh taolo bu sinovni sizni ustingizga berib, sizni darajangizni baland qilib qo'yadi. Alloh taolo sizga yaxshilik berib qo'yadi" dedi.
Va men o'sha jamoatdan so'radim, birodar, siz bu yaqin atrofda sajda qilganingiz necha daqiqa bo'lgan? Taqriban necha daqiqa bo'lgan? Bizni qilgan sajdamiz daqiqagacha bormaydi-ku. Shunday sajdaga boramiz, yuzga qo'yib subhana robbiyal ala, subhana robbiyal ala, subhana robbiyal ala turdik, bir nechadir soniya bo'lsa kerak, daqiqagacha bormaydi. Shayx so'rayaptilar, sizni oxirgi sajda qilganingiz, eng uzoq sajdangiz necha daqiqa deyaptilar. Va bizdan so'radilar, 5 daqiqalik sajda qilganingiz bormi? Kimda bor? 5 daqiqa sajdada turib Alloh taologa duolarini aytib subhana robbiyal ala, subhana robbiyal ala degani kimda bor? Keyin men o'zgartirdim dedilar savolni. 2 daqiqalik sajda kimda bor dedilar. Sajda qiladi 2 daqiqa. Butun jamoat dam. Unaqa yo'q sajda. Va aytdilarki, siz dedilar kasal bo'lgan odamga borib doktoringizga borib sajda qilasiz dedilar. Soatlab. U hayron bo'ldi. Men doktorga sajda qilmayman dedi men. Men Allohga sajda qilaman dedi. Tushuntiraman dedilar. Sizni Alloh taologa 5 daqiqalik sajdangiz yo'q. Yo'q. Hayotda bo'lmagandir mumkin kimgadir. Lekin doktorni oldiga navbat kutib 2 soat navbatda qolib ketganingiz bormi? Bor. Yarim kun navbatga qolib ketganlar bor. Doktor chet elda bo'lsa navbatga yozdirilib kunlar kutgan odamlar bor. Xo'p, siz bu qilgan ishingiz doktorga sajda emasmi dedilar. Undan ko'ra siz olamlarning Robbisi, ya'ni doktorni ham Robbisi bo'lgan Allohga sajda qiling dedilar shayx. Hammamiz ta'sirlandik dedilar umra qilish vaqtida. Hammamiz ta'sirlandik. Umrani tugatdik. Kelib hammamiz bir joyda shayxni duolarini olaylik deb o'tirdik. U o'rtog'im aytdi, men bir tahoratga chiqay dedi. Kasal o'rtog'imiz ertaga og'iz bo'shlig'ini operatsiya qiladigan tahoratga chiqay dedi. Biz xo'p dedik. U tahoratga chiqdi, ketdi. Yarim soat bo'lyapti, kelmayapti. 40 minut bo'lyapti, kelmayapti. 1 soat bo'lyapti, kelmayapti. Biz noto'g'ri fikrlar o'yladik-da, uni qidira boshladik. Tahoratxonalarga bordik, u yo'q. Yotib qolgandir deb yotadigan joylarni ko'rdik, u yo'q. Bir joyga ko'zimiz tushdi, bir pana joyda joy namoz tashlab namoz o'qiyapti. Namoz o'qiyapti. Namoz o'qiyotganligiga haqiqatda ko'rdik, sajdaga bordi, rosa 45 daqiqa. Qarab turdik namozini qachon tugatarkin deb. U 2 rakat namoz o'qiyotgan ekan. Demak, birinchi rakatdagi sajdalari ham xuddi shuncha bo'lgan. Chunki biz uni bir soatlar yo'qotib qo'ydik. Rosa kutdik, sajdalar 45 daqiqa bo'ldi dedilar. Namozini tugatdi. Biz unga aytdikki, Alloh sizga shifo bersin. Shayxning oldiga keldik, yana shayxni topdik, duolarini oldik va qaytdik uyimizga deydi. Bu holat Makkada bo'layotgan holat, uyimizga qaytdik. O shanba kuni bo'ldi. Chet eldan professorlar chaqirganmiz buni og'iz bo'shlig'ini operatsiya qildirish uchun. Operatsiya qilishdan oldin 12 xil o'rtog'imiz bilan birga edik. 12 xil analiz topshirdik deydi. Va aniqroq bo'lishligi uchun 2 marta rentgenga tushdik deydi. Va oldingi tashxis va bugungi hozir tushgan rentgen holatini javobini professorni oldiga kirgizib, undan keyin o'rtog'imiz operatsiyaga kirish kerak. Keltirib professorlarga bersak, o'qib ko'rib aytayaptiki, bu 2 odamni rentgen xulosasi-ku deyapti. Biz aytayapmiz-ku, yo'q, bu bitta odamni rentgen xulosasi. Familiyalari ham bir xil, mana yillari ham bir xil, ikkovimiz ham qo'limizda. Buni doktorlarga berganimiz yo'q, adashtirmagan. Yo'q deyapti. Bu 2 odamni rentgen xulosasi.
Bu sog'lom odamning rentgen xulosasi. Bu og'iz bo'shlig'ida raki bor, ya'ni operatsiyaga qilishimiz kerak bo'lgan odamni rentgen xulosasi deyapti. Aytyapmiz-ku, yo'q. O'rtog'imizni qaytib rentgen apparatiga olib kirdikda, qaytib professorlar oldida biz ularni rentgen qildirdik. Kasallikdan asar ham yo'q. Shunga biz darrov shayxning oldiga bordik va shayx aytgan gaplari shu: "Birodar, men sizga ko'p narsani tushuntira olmayman", dedilar. Siz har qayerga borib sajda qilib yurmang. Ya'ni har xil odamlarga, hali doktorga, hali rahbarga, hali mol va davlatga, hali mashinaga, hali uyga, hali nimadirga sajda qilib yurmang. Siz olamlarni Robbisi, mana shu narsalarni eng katta Robbisi bo'lgan Allohga sajda qiling. Alloh taolo bularni oson qilib qo'yadi. Shifoni ham, qiyinchilikni ham, baxtni ham, mushkulotni ham, o'rtadagi munosabatlarni ham Alloh taolo chiroyli qilib qo'yadi. Shuning uchun boshqa narsalarga, ya'ni olamlarning Robbisi yaratgan narsalarga sajda qilmang. U ayol bo'ladimi, mol va davlat bo'ladimi, u doktor bo'ladimi, u mansabdor kim bo'lishligidan qat'iy nazar ularning oldiga borib sajda qilmang. Ya'ni vaqtingizni ketkazmang. Siz olamlarni Robbisi Allohga sajda qiling, qolgan narsalarni Alloh oson qilib qo'yadi, dedilar. Haqiqatda bugun Alloh taoloni o'zi panoh bersin, folbinga sajda qiladiganlar ko'paydi bugun. Ayollaringizni borib bir tekshirib ko'ring. Tekshirib ko'ring emas, o'zingiz aytgansiz-ku. Navbatga borib o'zingiz o'tirgansiz-ku, navbat olib bergansiz-ku, birodar. Ha nima qizim uchun, ha nima odam tayyor bo'lar ekan har narsaga, birodar. Alloh taoloning taqdirotiga tayyor bo'ling. Odam chiqmagan jondan umid deb borar ekanda deydi, o'zini oqlaydi. Birodar, iymoningizni yangilab oling. Chiqmagan jondan umid deb har kuni masjidga borib, yarim soatlar sajda qilib, Allohdan har kuni so'rayverish kerak. Mana shu uchun aytilingan bu. Chiqmagan jondan umid deb. Bu deganiki bir musibat tushdiki, folbinga ham, unga ham, bunga ham to'rt tomonga yugur deb aytilmagan bu. Birodar, o'zingizni bosib oling. Allohga qayting. Allohga yopishing. Chunki yechim Allohda. Yechim Qur'onda. Yechim Alloh taoloni biz sizga bergan narsalarida, bizga berib qo'ygan. Lekin bu narsalardan ko'pchilik foydalanmaydi bugun. O'zingiz o'qiy olmaysizmi? Undan keyin mayli birovni oldiga borib o'qitishingiz mumkin, lekin aniqlab boring o'qitadigan odamingizni. Har odamni oldiga borib ham bir narsalar qilib yoki bugungi kunda Alloh taoloni o'zi panoh bersin, tijorat manbai uchun, rizq manbai uchun bugun odamlarni o'qiyotgan odamlar yoki pul evaziga o'qiyotgan odamlar yoki bugun folbinlar, bugungi kunda ularni bozorlari tezlanishligi uchun o'zlari folbin, o'zlari Xudodan qaytgan, o'zlari Qur'onni tan olmaydi. Lekin Qur'onni o'rtaga qo'yib, xuddinki Qur'ondan o'qiyotganday o'zlarini ko'rsatishlar. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Shuning uchun boradigan joyingizni bilib boring, maslahat qilib boring. Hammani ham oldiga boravermang. Undan ko'ra o'zingiz o'qing, birodar. O'zingizni o'qishlikni, farzandingizni o'zingiz o'qishlikni o'rganing. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bundan oldingi zamon allomalari to farzandlarining tili, ixlosni, muavvizataynni, oyatal kursiyni o'zlari o'qib bilgunicha farzandlarini o'zlari o'qirdilar. Haqiqatda siz bobosisiz, siz otasisiz, sizni farzandingizga joningiz kuyganchalik tabibni, doktorni, domlani yuragi kuymaydi. Jigaringizni, farzandingizni, nevarangizni o'zingiz o'qib qo'ying. Ixlosni o'qing, Fotihani o'qing, oyatal kursiyni o'qing, dam soling. Hech kimga iltishniki hojati yo'q. Holat mana shu. Mabodo bo'lmasa, qiyin holatlar bo'layotgan bo'lsa, sizni o'qishligingiz ta'sir qilmayotgan bo'lsa, mayli undan keyin bir aniqroq, salohiyatli shariat doirasi bo'yicha o'qiydigan domlani oldiga yeting. Alloh taoloni o'zi yaxshilikni sizga sherik va shifo bo'lmog'ini Robbimni o'zi nasib aylasin inshaalloh.
Mana shuning uchun bugun iymon masalasida tegishli bo'lgan narsalarga mahkam tuting. Opangizdir, qo'shningizdir, birodaringizdir, Alloh taolodan qo'rqsinlar. Bugungi kunda bu holatlarni ko'payib borayotganligini, insonning ayanchli holatga kelib qo'yishligini, xayolida har narsalar kelishligi, to inson o'zini o'zi o'ldiraman degan holatgacha eltib qo'yishligini, mana shu folbinlarni, sehrni, Alloh taolo man qilgan narsalarni qilib yuradigan odamlar mana shunday insonlarga bugungi kunda zarar berayotgan bo'lsalar, Alloh taolodan qo'rqsinlar, ertaga ularning hisoblari og'ir bo'ladi. Va shunday holatlar bo'layotgan bo'lsa, biz darrov o'zimizni shar'iy ruqiya qiladigan odamga o'qitmoqimiz, Alloh taolodan shifo so'ramoqligimiz va inshaalloh Alloh taolo biz sizni nafaqat o'zlarimizni, farzand va zurriyotlarimizni ham salohiyatli va amniyatda bo'lmog'imizni Alloh taolodan so'ramoqligimiz kerak bo'ladi inshaalloh. Va eng katta masala, eng katta e'tiqodiy masala, insonni hayotida nima bo'lyapti o'zi? Yaxshi kunlar bo'lyapti, yomon kunlar bo'lyapti, qiyinchilik bo'lyapti. Buni biladigan Alloh. Buni yechadigan ham Alloh. Insonni baxtli qiladigan, baxtsiz qiladigan, unga baxt beradigan, yo'lini ochadigan, yo'lini yopadigan Alloh. Shunga e'tiqod qiling. Birov sizni kelib baxtingizni ochib bermaydi, bera olmaydi. Birov sizni kelib ertangi kuningizdagi holatni ayta olmaydi. Mana shu e'tiqodda bardavom bo'ling. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Uni haqqiga faqat duo qilishligimiz mumkin. Yaxshilik bo'lsin. Alloh unga fazilat bersin. Alloh taolo unga yaxshilik bersin deya duo qilishligimiz mumkin. Tamom, boshqa narsa qo'limizdan kelmaydi. Faqat Robbimizga ibodat qilishlik, itoat qilishlik, qiyin va mushkil holatda bo'lganimizda Robbimizga sajda qilishlik masalalari bugun qo'limizdan keladi. Alloh taoloning o'zi qilayotgan amallarimizni Robbim dargohida qabul va maqbul aylab, Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin inshaalloh. Alloh taoloning fazilati ila kelayotgan shanba va yakshanba kunlari umumiy hashar kuni deb belgilandi. Barchangizga ma'lum, internet tarmoqlarida, televideniyada aytilinyapti. Shu orada masjidlaringizni, ya'ni masjidlarimizni, qaysi mahalladan bo'lsak o'sha joyning masjidlarini, mahallalarini, ko'chalarini, hech bo'lmaganda birodar uylarimizni oldilarini, otamiz, bobomiz, birodarlarimiz yotgan qabristonlarni o'sha joyni obod qilib, tozaligiga qarashib, masjidlarga, tahoratxonalarga, qabristonlarga, mahalla, ko'chalarga inshaalloh bizsiz yaxshilik kiritmoqimiz va ularni inshaalloh obod bo'lishligiga biz ham hissamizni qo'shmoqimizni Alloh nasib aylasin. Va inshaalloh har birimiz qo'ldan kelgancha shanba va yakshanba kunlaridagi hasharga qatnashaylik. Qatnashish qanday? Birodar, kimdir supurgi olib supura oladi. Kimdir supurmoqchi, supurgisi yo'qda. Birodar, supurgi olib bering unga. Chelak olib bering. Supurayotganlarga ovqat olib bering. Mana siz xizmat qilganday bo'lasiz. Men katta odamman. Meni ishim ko'p. Men supursam qanday bo'ladi degan odamlar ham bor oramizda. Birodar, unday qila olmasangiz, birovni o'sha ishini qilishligini tashkillashtirib bering. Ehson qiling. Chunki masalan supurish, hashar masalalari shundaygina bo'lmaydi masalan. Shunga harakatda bardavom bo'ladigan bo'lsak, Alloh taoloning o'zi hammamizni yaxshilik ila, fazilat ila umr guzaronlik qilmog'imizni Robbim nasib aylasin. Siz aziz jamoatdan duo talab birodarlarimiz borlar. Mashhurbek, Komil, Jahongir, Maqsudjon safarda ekanlar. Dilafruz, Faxriddin, Furqatjon, Farruh, Dilnoza singillarimiz aziz jamoatdan duo talablar. Farruh, Surayyo singlimiz, Farhodjon, Alisher farzandlari haqlariga duo talablar. Akmal akamiz shifo talab ekanlar. Alloh taoloning o'zi shifoyi komil bersin. Murodjon aka, Suhrobjon, Mahbuba shifo talab ekanlar. Mirxon, Jahongir safarga chiqayotgan ekanlar.
Nilufar opa baxt talab ekanlar, o'g'illari Amirshoh siz jamoatdan duo talablar. Farruxjon mushkullarini oson bo'lishligi uchun siz jamoatdan duo talab. Ko'pchilik duo talablarimizni ismlarini ayta olmaymiz. Ismlar juda ham ko'payib ketadi. Lekin ularni birortalari xafa bo'lmasinlar, chunki ularni barchalarini qalbdan, dildan duo qilamiz. Chunki butun jamoat bizdan duo talab, ya'ni sizdan duo talab. Internet tarmog'ida kuzatuvchilar yoki jumagacha qabulga kirganlar yoki bizda telefon orqali, SMS orqali bizlar bilan bog'langan birodarlarimizni barchalari bizdan duo talab. Ya'ni bizdan emas, jamoatdan duo talab. Butun jamoatni qilgan duosi ijobat. Mana men duo aytaman, Alloh taolo hamma mushkulotlarni oson qilsin. Ichlaringizda amin deb aytasizlar. Ichida kimnidir duosi Alloh taologa ijobat. O'shaning duosi sababli Alloh taolo u mushkulotlarni yechadi. U qaysi birimizning duoyimiz ijobat ekanligini biz bilmaymiz. Shuning uchun hammadan duo olaveramiz biz. Jamoatlardan duo olaveramiz. Jamoatning ichidan bitta duosi ijobat bo'ladigan odam qalbimizdan biz aytayotgan gaplarni o'tkazib amin desa, Alloh taolo u duolarni ijobat qiladi. Shuning uchun biz barchani duo qilamiz. Safardagilarni, hazardagilarni